Assalomu alaykum. Assalomu Menga alaykum. Moskvaga bir kishilik chipta berib yuboring. Bugungami? Ha, hozirga. Xo'p bo'ladi. Mana Moskva biletingiz 1,15,000 so'm. Qarang, shuni menga 900 ming qilib bera olmaysizmi? 900 ming. Mayli, sizga bo'lsa mayli, beramiz. Rostdanmi? Ha, siz xursand bo'lsangiz bo'ldi. Qarang, ozgina pulim yetmas ekanda. Shunga 500 ming qilib bera qoling shuni. 500 ming. Mayli, unisiga ham roziman. Siz xursand bo'lsangiz bo'ldi. Qarang, hali Moskvadan qaytishman bor-da. Pulim faqat qaytishi o'ziga yetar ekan. Xo'p. Shunga shuni menga bepulga qilib bering. Pulga unisiga ham mayli, ko'ndirdingiz. Siz xursand bo'lsangiz bo'ldi. Rostdanmi? Rostdan. Voy! To'xtang. Moskva biletingizni oldingiz-a? Ha. Mana men bu 1 million so'm, qaytishingizga ham bilet olib kelasiz. Voy, rostdan aytyapsizmi? Maza qilib xursand bo'lib borib kelsangiz bo'ldi. Rahmat, sog' bo'linglar, charchamanglar. Salomat bo'ling. Ben tushunmadim. Men sizni ishdan bo'shatordim shekilli. Siz hali shu yerdamisiz? Bunda narsam qolib ketibdi, shunga keldim. Aslo pishmon emasman. Xato qilmadim, ko'p xato qildim. Bo'ynimga olaman.